Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq Dorivor o'simligi Gulxayri rus tilida Altay deyiladi. Gulxayri balandligi 1,5-2 metr chiqib, qir adirlarda joylashgan. Iyun va iyul oylarida gullaydi. Oq gulli, qizil gulli, pushti va sariq gullarga gullab yashnab turadigan dorivor o'simlik. Gulxayri qadim zamonlardan ham shifobaxsh dorivor guli, urug'i va ildizidan foydalansa bo'ladi. Abu Ali bobomiz Ibn Sino tavsiya etib ketganlar. Gulxayri asosan yo'tallashga va balg'am ko'chiruvchi, yumshatuvchi malham ham tayyorlasangiz bo'ladi. Hozirgi tibbiyotda ham ko'p sirop va preparatlari ishlab chiqarilmoqda. Gulxayrini bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Albatta, mutaxassislar bilan tavsiyasiga qarab kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.